Yashnobod tumani Olmos mahallasidan Kattara uchastka so'raganlar uchun 8 sotuvlik mana shu joyimizni bozor narxidan arzonroq sotiladi. Ko'rib turganingizda tupida joylashgan. Fasadi bunaqasiga 30, ichkariga ham 30 bo'ladi. Ichkari taraflama ozgina qisqarib 25 metrlik fasadga ega bo'ladi. Zo'r tarafi xolasizlar bunaqasiga 3 ta uchastka quraman desanglar ham xolasizlar, bitta ko'cha tashab 4 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Bu mahallada bir sotuv yerlarning narxi plus minus 25 ming dollar. Bu joyimizda sizlarga 21,5 ming dollar atrofida tushadi. Sababi o'zi kadastr bo'yicha 6 sotiq plus hovlida 2 sotiq zaxvat joyi bor. Mana shu kadastr bo'yicha 29 ming dollardan so'rashyapti. 8 ga bo'ladigan bo'lsanglar sizlarga 21,5 ming dollardan tushadi. 1 yil ichida dokumentga qo'shish imkoni bor. Mahallamizda suv, svet, gaz hamma narsa bor. Rohat metrosigacha 1-1,5 kilometr radiusda. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Yashnobod tumani Olmos mahallasidan Kattara uchastka so'raganlar uchun 8 sotuvlik mana shu joyimizni bozor narxidan arzonroq sotiladi. Ko'rib turganingizda tupida joylashgan. Fasadi bunaqasiga 30, ichkariga ham 30 bo'ladi. Ichkari taraflama ozgina qisqarib 25 metrlik fasadga ega bo'ladi. Zo'r tarafi xolasizlar bunaqasiga 3 ta uchastka quraman desanglar ham xolasizlar, bitta ko'cha tashab 4 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Bu mahallada bir sotuv yerlarning narxi plus minus 25 ming dollar. Bu joyimizda sizlarga 21,5 ming dollar atrofida tushadi. Sababi o'zi kadastr bo'yicha 6 sotiq plus hovlida 2 sotiq zaxvat joyi bor. Mana shu kadastr bo'yicha 29 ming dollardan so'rashyapti. 8 ga bo'ladigan bo'lsanglar sizlarga 21,5 ming dollardan tushadi. 1 yil ichida dokumentga qo'shish imkoni bor. Mahallamizda suv, svet, gaz hamma narsa bor. Rohat metrosigacha 1-1,5 kilometr radiusda. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Yashnobod tumani Olmos mahallasidan Kattara uchastka so'raganlar uchun 8 sotuvlik mana shu joyimizni bozor narxidan arzonroq sotiladi. Ko'rib turganingizda tupida joylashgan. Fasadi bunaqasiga 30, ichkariga ham 30 bo'ladi. Ichkari taraflama ozgina qisqarib 25 metrlik fasadga ega bo'ladi. Zo'r tarafi xolasizlar bunaqasiga 3 ta uchastka quraman desanglar ham xolasizlar, bitta ko'cha tashab 4 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Bu mahallada bir sotuv yerlarning narxi plus minus 25 ming dollar. Bu joyimizda sizlarga 21,5 ming dollar atrofida tushadi. Sababi o'zi kadastr bo'yicha 6 sotiq plus hovlida 2 sotiq zaxvat joyi bor. Mana shu kadastr bo'yicha 29 ming dollardan so'rashyapti. 8 ga bo'ladigan bo'lsanglar sizlarga 21,5 ming dollardan tushadi. 1 yil ichida dokumentga qo'shish imkoni bor. Mahallamizda suv, svet, gaz hamma narsa bor. Rohat metrosigacha 1-1,5 kilometr radiusda. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Yashnobod tumani Olmos mahallasidan Kattara uchastka so'raganlar uchun 8 sotuvlik mana shu joyimizni bozor narxidan arzonroq sotiladi. Ko'rib turganingizda